30-aprel 2026-yil. Buxoro tuman. Xo'p. Bugungi mavzuyimiz nega payvand qilgan uzumlar payvand joyidan qurib kelyapti yoki qorayib chirib kelyapti? Nimadan bo'lishi mumkin? Sababi nima? Xo'p, mana endi sizlarga tushuntiraman. Mana bu qop. Nimadan? Oddiy qog'ozdan yasalgan himoyalovchi qop. Mana. Keling, mana bularni olaylik. Mana bu payvand bo'lgan. Mana bu ko'k novdaga qora payvand ana sizlarga ko'rinyaptimi yo'q? Mana ichida bor. Tak, payvand usti mana bunaqa o'zini bargi bilan trubichka qilib, trubka qilib izolenta bilan shu bog'ladik. Ortiqcha kurtaklarni shu yulib tashladik. 3-bargini. 1-barg, 2-barg, 3-bargdan keyin. 3-bargdan keyin. Hozir mana bu yoqda strechi bor. Mana buni o'zaga ochsam, ichida strechi bor. Ana shu holatda hozirga ochiq qo'ysa, hozirgi bugun 30-aprelda bugungi voha tomonda harorat bugungi 33 gradus. Mana quyosh hozir mana bu yoqdan chap qo'limdan o'zi chiqyapti ertalab. Yuqoriga qarab tushyapti. Mana shu tomoni doim quyosh. Quyosh buni urmasligi uchun, mana bu novdasini shu urmasligi uchun mana bu strech joyi bor-ku, strech joyini shu kuydirishi mumkin issiq. Misol uchun payvand bo'lgan paytda ichidagi qalamcha suvda bo'lib qoladi-ku, suvda. Yongandan keyin mana bu nam holatda iskana payvand qilib o'sha kirgizgandan keyin buni suvi mana bu yoqda to'kilishi mumkin, ortiqcha suvlar yig'ilishi mumkin. O'sha paytda, ya'ni haligi qurimasdan yoki o'sha ho'l holatda strechlab qolinsa, keyin ustidan barq qilinsaga oftobda kuyishi mumkin. Ya'ni o'sha teplitsaday bo'lishi mumkin-da. Mana bu strech salafani bor-ku, quyosh urgandan keyin ichi buni 40 gradus bo'lishi mumkin. Bu yosh novda bo'lganligi uchun dimlanib qoladi, ichida nami bor. Shuni hisobiga ana shu yerdan qorayib, mana bu yoqdan qorayib keladi, mana bu yoq o'zi chirishni boshlaydi. Bu deganiki, bu o'zi tamom, o'zi brak bo'lgan, bu o'zi ko'karmaydi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun, haligi foizi ko'proq bo'lishi uchun, haligi ana iskana payvandligi tutishi uchun nima qilish kerak? Buni payvand qilgandan keyin harakat qilish kerak. Novdasi ozgina quruqroq bo'lishi kerak, ortiqcha nam bo'lmasligi kerak. Strech bilan o'ragandan keyin, tagini ham, ustini ham nima qilgandan keyin, mana bu o'zini bargi bilan o'sha nima qilsa bo'ladi. Hali himoyalovchi, lekin o'shandan usti yopiq bo'ladi, mana bu yoqlari ochiq bo'ladi. Yoki bargi shart emas. Sirazi payvand qilgandan keyin mana shunaqa o'sha qog'ozdan, oddiy qog'oz, gazetalar bor, jurnallar bor, ana shunaqa yasatib uchiga kiygizish kerak обязательно. Mana uchli joyi mana bu yoqda bo'lishi kerak. Oftob o'sha chiqadigan, o'sha quyosh chiqadigan, shunday o'sha kiygizgandan keyin mana ancha o'sha kirib qoldi. O'sha payvand bo'lgan joyi himoya bo'lyapti. Keyin mana bu yoq o'zi tegmayapti bir-biriga. Varonka deyiladi, rus. Varonka ana shunday o'zi kiygizgandan keyin o'zi quyosh o'tmaydi bundan. Quyosh o'tmagandan keyin обязательно o'zi ko'karib ketadi. Keyin har bir necha kunda, har o'sha haftasiga bir ochib, bir ko'rish kerak, ko'karganmi yo'qmi. Ozgina keyin o'zi ko'kargandan keyin o'zi kechqurun o'zi ochiladi-da buni. Ochiladi. Uchta payvand joyi bo'lsa, uchalasiga mana shunaqa qilsangiz agar, nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, ko'karish foizi o'zi ko'proq. Keyin mana bu yonidan mana bunaqa u yotgan o'sha kurtaklari bor-ku, hammasi o'sha tozalanib olinadi iloji bo'lsa mana bu yoqdan ham. Bironta shu qolmasligi kerak. Keyin o'sha xabar olish kerak, har 3 kunga, 4 kunga bir mana shunaqa ortiqcha u bachkalar yonidan chiqqan bo'lsa, shunday qilish kerak. Xullas ana shunaqa agar himoya qilsangiz agar, Xudo xohlasa o'zi chirmaydi ham, qoramaydi ham, o'zi ko'karib ketadi. Keyin eslaringizdan chiqmanglar. Payvanddan oldin обязательно 3 kun, 2 kun oldin sug'orish kerak. Suvni yaxshilab berish kerak. 30 litr, 40 litr. Yiliga qarab, nimasiga qarab, o'sha katta bo'lsa, misol uchun 20 yillik bo'lsa,
kamida 100 litr 150 litr suv quyish kerak. Agar mobodo iskana payvand qilgandan keyin eslaringizdan chiqib qolsa sug'orish, sразу payvand qilgandan keyin, misol uchun ertalab qilasizlarmi, kechqurun shomdan keyin обязательно уже sug'orish kerak. Mobodo endi уже esdan chiqqandan keyin sug'orilishi kerak обязательно. Keyin yana nima aytishim mumkin? Payvand qilishdan oldin qo'llarni обязательно yuvish kerak, sovun bilan yuvish, sterilizatsiya qilish kerak. Ya'ni spirt bilan o'sha artish kerak. Nam lattaga qo'lni dezinfeksiya qilib, asboblarni, qaychilarni, payvand qaychi bo'lsa payvand qaychi, pichoqlaringiz bo'lsa pichoqlaringiz, xullas hamma narsani dezinfeksiya qilgandan keyin, toza qo'l bo'lgandan keyin bemalol o'shani payvand qilsa bo'ladi. Bu ham payvand xuddi o'sha operatsiyaga o'xshagan. Doktorxonaga borsangiz, jarrohga o'sha borsangiz operatsiya qiladi, u qo'llarni sterilizatsiya qilib, tozalab, spirt bilan artib, o'sha paxta bilan keyin o'sha operatsiya qiladi. Bu ham o'sha operatsiyaning hisobi bu ham. Faqat o'sha odamga emas, o'sha uzumga qilyapti haligi. O'sha uchun mana bu kesilgan joyi, shu o'rtasidan kesilgan joyi agar qo'llar rasvo bo'lsa, misol uchun tozalamangan bo'lsa, infeksiya kirishi mumkin o'sha qo'l orqali. O'shani ham hisobga olish kerakda. Odatda o'zbeklar e'tibor bermaydi bunaqa narsalarga. Qo'l o'sha farqi nima deydi, u deydi, lekin bu hammasi gap. Aslida qo'llar toza bo'lishi kerak, dezinfeksiya bo'lgan bo'lishi kerak, asboblar ham dezinfeksiya bo'lishi kerak, sug'orilgan bo'lishi kerak. Keyin buni sekin-sekin chiroyli qonun qoidasi bilan payvand qilinsa, keyin oxirida mana shuni qopnaga nima qilinsa agar yaxshiroq. Sababi, asosiy sababi shu. Asosiy sababi shu. Keyinchalik qo'li yuvilmagan, dezinfeksiya qilinmagan, zamburug'li har xil kasalliklar o'sha o'tishi mumkin jarohat joyiga. O'sha uchun agar qo'llarga o'sha dezinfeksiya qilinsa yaxshiroq. Keyin yana chirish holati, misol uchun o'sha yuqoridagi u payvand usti bor-ku, agar bir-birov bilan shu to'g'ri kelmasa agar, ya'ni kambiya o'sha hosil qilmasa agar, chirishni ham o'sha boshlashi mumkin. Lekin asosiy sabablari, asosiy o'sha bilishim bo'yicha, o'sha praktikam bo'yicha stretch ho'l bo'lmasligi kerak. Keyin o'sha novda stretch qilinadigan novda ho'l bo'lmasligi kerak, ko'palik nima bo'lmasligi kerak. Keyin o'sha ochiq ham turmasligi kerak. Ana shularga rioya qilinsa, Xudo xohlasa hammasi ko'karib ketadi. Ana shunaqa sizlarga o'sha maslahat beraman. Ana shunaqa qilsangizlarga foiz zo'r bo'ladi. Ko'kka ko'k, qorani ko'kka mana shunaqa o'sha himoyalovchi qog'ozdan tayyorlasangizlar agar juda zo'r bo'ladi. Umid qilamanki, bu sizga o'sha rolik, o'sha aytilgan gaplar o'sha manfaatli bo'lib qoldi. Foydam agar tekkan bo'lsa xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.